Assalomu alaykum, hurmatli obunachilarimiz, hurmatli kuzatuvchilarimiz. Yaxshimisizlar? Mana shu Jako qushimiz haqida ko'pchilik so'rashdi. Jako necha yoshda? Jakoning nima uchun oyoqlari nuqsonlik deb so'rashdi. Inshaalloh mana shular haqida batafsil ma'lumot berib o'tamiz. Bu kontentimiz, bu videolarimiz sizlarga manfaatli bo'ladi. Shu qiziqishingizga, savollaringizga javob bo'ladi degan umidda boshlamoqdamiz. Shu Jako qushimiz haqida batafsil ma'lumot berib o'tamiz. Agar qiziqsangiz, agar bu Jako qushlari va boshqa qushlarimiz haqida qiziqayotgan bo'lsangiz, iltimos podpiska bosib qo'ying va kommentariyada qiziqishlaringizni yozib qo'ysangiz biz javob berishlikka harakat qilamiz. Qo'ldan kelgancha albatta. Inshaalloh mana shu Jako qushimizni ham alohida videolarni ishlab, inshaalloh kontent va videolar qilib qo'yamiz. Batafsil ma'lumotlarni berib o'tamiz. Hammanglarga rahmat, obuna bo'lishlikni unutmang.